Xitoy doiralari yillardan beri aholilarning ro'za tutishini cheklash uchun tahdid xarakterli yig'in ichish, tuttirish taqiqlash, kunduzlari uy tekshirish ilib berish va kechalari payloqchilik qilish qatorliq tadbirlardan boshqa yana bozorlarda oshxonalarni ochiq tutish, idora jamiyatlarda yemak-ichmak taqiqlash va ommaviy ziyofat o'rinlashtirish tadbirlarini yo'l qo'ygan edi. Inkaslardan ma'lum bo'lishicha, buningdimi xotirjam bo'lolmagan Xitoy doiralari bu yil ba'zi joylarda aholilarni ro'za tutmayotganligini isbotlaydigan fakt yo'llashga majburlagan. Biz bu cheklamalar haqida ma'lumot olish uchun Uyg'ur elining aloqador idora organlariga telefon qildik. Kuchanaylik soqchi idorasi davlat amonlik atritining bir xodimi bu yilmi ro'za tutishning xuddi oldingi yillardagi o'xshashlar cheklanganligini tilga oldi. Bizning mal Gobadadi qaysi Gobadadi bu? Kucha shaharlikmi? Ramazonda ro'za tutsa bo'ladimi, bo'lmaydi? Ro'za tutishga ruxsat bormi, yo'qmi? Kimma Uyg'urlarning hizrat baraqlarni uni nim qilyapti emasmi? Cheklayaptimi? Endi yoshli cho'nglarni tutishga bo'lmaydi. Masalan, 65 yoshdan yuqorilar. Burun shunday bir ruxsat berganda kesimsizda. Yo'q. Yuqorida qo'ldan tashlab har qanday qadam ro'za tutishga bo'lmaydi degan uqtirish bormi? Bu yozma uqtirish shundaqmi? Ammo bu yilgi farqli tadbir haqida ma'lumot berilmadi. Fayzvatdan telefonimizni qabul qilgan bir soqchi xodimi yerlik aholilarning ro'za tutishiga qat'iy ruxsat yo'qligini ta'kidladi. Ismi nima bu soqchi xodim? Beniki Guashanglu. Guashanglu. Unda Guashanglu Facebook ekanda. Shu so'ra. Sizlarga o'zi kagibi uqtirish yo'qmi? Ama ro'za tutishga bo'ldi, bo'lmaydi deydigan. Yuqorida bo'lmaydi. Xizmatchilarga sizlarning o'zingizga qaratachi. Sizlar ro'za tutdinglar, tutmanglar deb bir narsa demidimi? Bo'lmaydi. Ammo chet ellik musulmon sayohatchilarning ro'za tutishiga ruxsat bor yo'qligini so'rag'animizda o'zining bu vaqtda ma'lumot yo'qligini bildirib, o sizlarga mankaga uqtirishda chet elliklar kelib ro'za tutsa bo'ldi, yo chet elliklarga chatxona bo'lmasin deydigan unda bir uqtirish kamidimi? Bizga chet elliklarga chuqum yaxshi ma'lum qilish to'g'risida ayta uqtirishdi, lekin u to'g'riliq ham uqtirish topshirib olmadik. Ama Uyg'urlarga yo'l qo'yilayotgan bu cheklama, bu nimaga chet elliklar qo'yilmaydi degan gap yo'qmi unda? Endi meningcha uni men toza aniq bir narsa javob beramayman uning. Soqchixona boshlig'idan ma'lumot so'radi. O'shani yig'ishi. Ammo u soqchi boshlig'imi bu to'g'rida bir narsa deyolmadi va o'zidan bir daraja yuqori organdan ma'lumot so'rab javob qaytaradiganligini bayon qildi. 如果是他们过来入住的话，有没有影响什么的？你给他说，你说你现在跟派出所联系，完了吗？我等会儿给你回电话，你先稍等一下，我给我们领导问一下，好吧？这个事儿。好。O'tgan hafta Do'yinda chiqqan bir uchurdan ma'lum bo'lishicha, Fayzvatdagi aholilardan biri o'zining tushlik tomoq yeyotganligini videoga olib, o'ziga mas'ul kadrga yo'llagan. Dadidagi kadrlarga, mana mas'ul kadrlarga Do'yindan dimsam bo'lmaydigan gap chiqib qoldi. Endi shu yetqichilik, men kunda tushlik tomoq yeyotgan vaqtimni tatvatma hozir bugun 2 kun bo'ldi tatvatqalar. Mening ko'nglim yo'ruq turish uchun ham ozoda turish uchun. Endi sizningmi ko'nglingiz yo'ruq ham ozoda turish uchun shu tushlik tomog'imni yo'llayapman. U yana bu xil videolik ma'lumot yo'llashni bir oy bo'yicha davomlashtiradiganligini bildirgan. Meyli bazadulay, doktorxonadulay, nagili baray, tushlik tomoq vaqtimdan shuni cho'qqim yo'llab berma. Bu tatqan mazmunlarim kunda meniki soat bo'yicha, tislar bo'yicha chiqadi shunga. Fayzvatdan telefonimizni qabul qilgan, ammo o'zini oshkorlashni xohlamagan bir xodimning deyishicha, ro'za tutmaganligini isbotlash uchun videolik paket yo'llash tuzumi bu noyada umumyuzlik tugidek qo'llanilgan. Uning yana deyishicha, garchi yuqoridan tushgan aloqador hujjat va uqtirishlarda bundaq bir tadbir konkret yozilmagan bo'lsa-mu, ammo asos qatlamda kadrlar vazifasini 100% o'rindash, ya'ni tavallikda ro'za tutgan bir kishi bo'lmaslik shartini hozirlash uchun eng unumli tadbir sifatida aholilardan zuhur bilan iftor vaqti orasida tomoq yeyotgan ko'rinishni videolik yo'llashni talab qilgan. Ba'zi kadrlar aholilarga bevosita telefon qilib, tomoq yeyotgan holatini naq maydondan ko'rsatishni talab qilgan. Uning yana eskartishicha, navbatda lager va turmalarda jazo o'tayotganlar orasida ro'za tutganlik uchun jazolanganlarmi bo'lg'ashqa, yerlik aholilar doiralarning bu jihatdagi yo'lsiz talablarini rad qilmagan. Fayzvatdan telefonimizni qabul qilgan soqchi xodimlari bu xil tuzumning mavjud ekanligini e'tirof qildi. Ha, qanday ahvolingiz yaxshimi? Yaxshi-ku. Bu qaysi soqchixona bu? Xo'rsam Paysu. Bu shu sizning tavallikingizda hozir bu ro'za tutishga ruxsat bormi, yo'qmi? Yo'q. Ro'za tutmaganni bu videoga ilib avatadigan qoida bormi, yo'qmi sizning shu tavallikda? Bor. Sizga shunday video yo'llaydiganlar bormi? Undaqdash Misha, Bayavatmış, Gulbag, Kerim qatorli qizlardan bormi tuzum video yo'llaydigan. Xodimlardan biri bu xil tuzumdan
Feyzavotning Gulbog, Bayovat va Terim yuzlaridami ijro qilinayotganligini oshkorildi. Agar chet ellik musulmonlar sayohat qilib kelib qolsa, ular shu ro'za tutmayotganligi haqida isbot yo'llash kerakmi? Anime Osmanlıcan o cihetten biz kapıyası ama yerde biz şu cisim yardımda mer sınırlarına trenşe yoksa manı bir taraf baksamın mümkün hazır çımanın cevap. Feyzavotning meshayisida vazifa atgan bir xodim bu joyda ro'zani maxfiy tutayotganlarning ro'zasini buzib o'tish uchun kollektiv ziyofat va nag'ma-navo so'rovlari tayyorlanayotganligini oshkorlash bilan birlikda Aholiga o'zini tamoq yeyotganini ko'rsat, biz buningda xabar topaylik deb shuni tashviq qilayotgan ahvol bormi hozir? Naq maydondan ko'ramiz deydigan. Altır koyulmadı da şu doğru kağıt bu yuzdimi ro'za tutmaganligi haqida videolik isbot yo'llash tadbirining ijro qilinayotganligini dalilidi. Inshaalloh maxfiy ro'za tutganlarning ro'zasini buzish uchun ipirilayotgan qo'llanayotgan bir qism tadbirlar var deb anladik. Masalan, qanday tadbirlar konkret? Tamak yiyish faaliyetlari, aralashlardir, xillar bo'ladi. Siz qatnashgan, siz yetakchilik qilgan bir faoliyat bormi shunaqa? Shu Ramazonni to'sh sabab bilan bo'lgan. Men o'tganda shu idoraning shu faoliyat qilgan vaqtimda qatnashamay qoldim. Qolgan xizmatdoshlarim qatnashdi. Uyg'ur elida Ramazon vaziyati yuqoridagidek jiddiy va ansiz davom qilayotgan bo'lsa-mu, Xitoyning Uyg'ur elidagi har darajalik axborot organlari Ramazon boshlangan bu 2 haftaga yaqin vaqt jarayonida Ramazon haqida hech qanday bir hujjat, uqtirish va xabar e'lon qilmadi. Xitoy axborotligi bu jimjitlikni muhojiratdagi ba'zi Uyg'ur kuzatuvchilar Xitoyning vaziyatni xalqarodan yo'shirishi deb qarasa, yana ba'zilar yerlik aholilarga Ramazonni unutuldirish tadbiri deb qarashmoqda.